Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, ingliz tiliga qiziqish bildirgan yurtdoshlar. Sizlar bilan 4-unitni boshlagan edik, bitta darsini o'tdik. Bugun practice, o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida mashqlar bajaramiz birgalikda. O'tgan darsda oila mavzusini o'tdik. Ota, ona, aka, singil nima deyiladi? Boboni hali o'tmadik. Parents o'tdik, children. Endi mashqlar ishlaymiz. Daftar, ruchka, kitoblarlarda har doimgidek tayyorlab, dialoglar tuzish uchun o'rtog'inglar bilan birgalikda darsga o'tirib tayyor bo'lib o'tirsizlar degan umiddaman. Kelinglar. Mashq ishlashni boshlaymiz. Mana bu ko'rib turgan rasmiylarda 3 ta rasm turibdi va 3 xil holatdagi rasmlar. Birinchisi mana bir yigit, ismi Oskar, ikkinchisi yosh qiz Elena va uchinchisi Maria va Alfredo turibdi. Demak, mana bu jadvalimizda Elenaning brother kim? U. Ismi Oskar ekan. Uni yoshi nechida? U nima ish qiladi? Elenaning onasi ismi nima? Yoshi nechida? Nima ish qiladi? Otasining ismi nima? Yoshi nechida? Nima ish qiladi? Shularni topib yozishimiz kerak. To'ldirishimiz kerak. Dialogdan topishimiz kerak uni. Dialogni yoki dialog, monolog Elena bizga hozir shu audio yozuvda bizga taqdim etiladi. Biz shundan foydalanib, mana shu jadvalni to'ldirishimiz kerak. Xo'p, uning uchun jadvalni daftaringlarga chiroyli qilib chizib, shunday holatga keltiringlar va tezda yozib to'ldiradigan bo'linglar. Tayyormisizlar? Jadvalni mana bunday holatga qilib chizib tayyorlab oldinglarmi? Yaxshi. Unday bo'lsa audioni qo'yaman. Mashq ishlashni boshladik. Elena Diaz from Chicago. Hi, my name's Elena Diaz, and I'm from the United States. This is my family. Our house is in Chicago. This is my brother. His name is Oscar, and he's 19. He's a student in college. This is my mother. Her name's Maria. She's 47, and she's a Spanish teacher. And this is my father, Alfredo. He's 52, and he's a businessman. Yaxshi, mashqni bajarib bo'lgan bo'lsak, menimcha qiyin emas. Chunki Elenaning tilidan aytildi va u birma-bir sanab o'tdi. Mana shu tartibda, tartibini ham o'zgartirgan yo'q. Avval akasi to'g'risida, onasi to'g'risida, keyin otasi to'g'risida gapirdi. Xo'p, mana javoblarni doskaga chiqarib qo'ydim. Tekshirib olsanglar bo'ladi. Endi keyingi mashqimiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana gaplarni to'ldirishimiz kerak. Oxirgi o'tgan safargi oxirgi ishlagan mashqlarimizdagi singari o'xshab ketadi. Bo'sh joylarga so'zlar qo'yishimiz kerak. Masalan, birinchisi Oscar is brother deyapti. Kimi akasi Oscar mana? Elenaning. Elena's brother. Her name is Maria. Uning kimning ismi Maria? Shu tarzda to'ldiringlar, bajaringlar bu mashqni. Xo'p, mashqni bajarib bo'lgan bo'lsanglar, endi mana tekshiramiz. Ko'ringlar mana. Oscar is Elena's brother. Her mother's name is Maria. What's his job? He's a businessman. Where is their house? It's in Chicago bo'ladi. Endi keyingi mashqimizga o'tamiz, 3-mashqimizga. Write the names of people in your family. O'zingizning oilangizdagi insonlarning ismini yozing. Ikkitadan yozing, misol, siz ikkita yozing, sherigingiz ikkita yozsin. Keyin uni bir-biringlar bilan almashasizlar qog'ozingizlarda. Masalan, Oqila bilan Odil deb yozdim men va sherigimga berdim. Sherigim qog'ozni oladi-da qo'liga, "Who is Oqila?" deydi. Men aytaman, "Oqila is my sister" deyman. Who is Odil deydi mendan.
Mendan so'rasa, Odil is my brother deyman. Keyin mendan so'raydi. How old is Oqila deydi yoki how old is she deydi. Men yoshini aytaman. She is 35. Keyin how old is he deydi. Akani so'raydi, Odilda misol. He is 45 deyman masalan. Keyin what's his job deydi. What's her job deydi. Shu tarzda savollar beradi. Ularga javob beraman. Keyin o'rin almashasizlar. Xuddi shunaqa qilib. Buni ham bajaringlar, marhamat. Yaxshi, bu mashqni ham bajarib bo'lgan bo'lsanglar, keyingi mashqimizga o'tamiz. Keyingi mashqimizda birinchi o'tgan darsimizda o'tdik-ku mana bunday jadvalda. I, my, you, your tarzida. Shu jadvaldagi mening, sening, uning so'zlaridan, mana so'zlaridan foydalanib mana bu mashqni to'ldiramiz. Masalan, birinchisi. What's your name? My name is Annie. Tarzda qolganini ham shu so'zlarni qo'yib to'ldiramiz. Marhamat, bajaringlar. Bu mashqni yozma bajaringlar. To'liq gaplarni yozib bajaringlar. Xo'p, bajarib bo'lgan bo'lsanglar, mana doskada javoblari tekshirib olamiz birgalikda. Ikkinchi gapimizda javobda our names are Emma and Vince deyapti. Demak, bizning ismlarimiz deyapti. Savolim, what are your names bo'ladi? Jean-Paul and Andre are students. Endi bu yerda savol javob emas ekan, ikkala gapni ham bitta odam gapiryapti. Jean-Paul va Andre talabalardir. Ularning maktabi Parijda bo'ladi. Their school is in Paris. To'rtinchisi, my sister is married. Opam turmush qurgan. Desa ikkinchisi savol beryapti. What's her husband's name? Uning erini. His bo'lmaydi bu yerda. Ba'zi adashib his qo'yib qo'ygan holatlar bo'lgan. Bu yerda her bo'ladi, chunki u opangni turmush o'rtog'ining ismi nima deb so'rayapti-da. O'zi bu yerda ikki kishi gaplashayotganini mana bunday qo'sh tirnoqdan bilib olsanglar bo'ladi. Beshinchisi, my brother's office is in New York. What's his job? 6. We are in our English class bo'ladi. Ingliz tili darsidamiz. Mom and dad are in Rome. What's the name of their hotel? Nimaga ikkinchisi ikkita mana boya aytganimdek qo'sh tirnoq. Qo'sh tirnoq orqali ikki kishi gaplashayotgan bilib olamiz. Shuning uchun what's the name of their hotel deb ikkinchisi savol beryapti. Xo'p, 4-mashqimizning nihoyasiga yetdik. Endi 5-mashqimizga o'tamiz. 5-nomeri qo'ymabdi. Bu keyingi bo'limda endi. Annie's brother. Bu bo'limimiz, bu betimiz mana bitta betni to'liq chiqaradigan bo'lsa, hammasi Annaning akasi to'g'risida, Anniening. Ya'ni Annie bor mavzuyimizda o'tgan darsda o'tgan Annie Taylor bor edi-ku. Shu ayolning akasi to'g'risida endi bu. Look at the picture. Look at the picture. Who are the people? Who are the people? Kimlar ular? Yes. Paddy, yes. Donnie, Connor, Shauna, Paul. Correct, very good. To'g'ri. Shular rasmda Annie's brother. Ya'ni the family of Annie's brother. Anniening akasining oilasi demak. Read and listen to Paddy. Qani eshitamiz endi. Eshitib mana topikni o'qiymiz. Marhamat. Paddy McNabb and his family. We're from Ireland. I have a small hotel in the city of Galway. My wife's name is Shona, and she has a job as a nurse in a hospital near the town centre. We have 3 sons, Paul, Donnie and Connor. We have an apartment in the hotel. Our sons, Paul and Donnie, have a band, Metro 5. They're in Las Vegas now. Connor is here with us. My sister Annie and her husband Jim have a big house in London. They have 2 children, a son and a daughter. Annie has a very good job. Jim has a good job too. Yaxshi, topikni eshitdik. Tushundinglarmi nimanidir? Haligi avvalgi darslarimizda o'tganimiz
Bor edi-ku. Paul and Donnie McNabb. Ular mana shu kishining farzandlari ekan. Akal-ukal bor edi-yu. Xo'p, endi keyingi mashqimiz true false. Mana true false. Sekin soddadan murakkabga qarab ketyapmiz-da. True false deb nomlanadigan mashqimiz keldi. Bu albatta IELTSda ham, CFRda ham ko'p tushadi. Bu qanday imtihon topshirsangiz true false ko'p tushadi. Buni bajaramiz. True yoki false. Agar true bo'lsa tik qo'yamiz, false bo'lsa cross qo'yamizda, x qo'yamizda, to'g'risini yozib qo'yamiz. Masalan, misoli, this hotel is in England. It isn't in England, it's in Ireland. Tarzda. Xato bo'lsa to'g'rilaymiz. To'g'ri bo'lsa shunday qoldiramiz. Marhamat, bajaramiz. Bajarib bo'lgan bo'lsanglar, endi birgalikda tekshiramiz. 3. Annie is Paddy's wife. Bu to'g'rimi? Yo'q, bu xato. False. Chunki because demizda Annie is Paddy's sister. Their hotel is very big. I have a small hotel deb turibdi-ku. Their hotel isn't very big. Their hotel is small. Paddy and Shona have 3 children. 3 farzandi bor deyapti. True. All their sons are in Las Vegas. Qaranglar, we have 3 sons. Paul, Donnie and Connor. We have in April. Our sons Paul and Donnie have they are in Las Vegas now deyapti. Connor is here with us deyapti. Demak bu xato. Paul and Donnie are in Las Vegas. Connor is in Galway. Jim and Annie have a son and a daughter. Bu true. Chunki ularning Jim bilan Annie haqida ketyapti. Bu Paddy haqida emas. O'tgan darsimizda ularning 2 farzandi bor, Emma va Vince. A son and a daughter. Bu to'g'ri. True. Yaxshi. Endi grammatik, qisqagina grammatik ma'lumot, mana, marhamat. Have fe'li haqida. I have bo'ladi. You have, we have, they have. Menda bor, senda bor, ularda bor, bizda bor. Faqatgina he, she, it uchun has ishlatamiz. Bu yerda itni bermayapti, hali u haqida gaplar tuzmas ekanmiz. Asosan he va she haqida gap tuzamiz. Shuning uchun has qo'yamiz ularga. He has bo'ladi. I have, we have, you have, they have. He has, she has bo'ladi. Endi galdagi mashqimizni eshitib tekshiramiz. Eshitib mashqni bajaramiz, to'ldiramiz. Navbatdagi mashqimizni eshitib to'ldiramiz. Va uni amaliyotda ishlaymiz. Uzoq gapirmaydi. Xuddi mana shu berilayotgan gapni to'lig'ini aytadi. Biz shuni eshitib yozishimiz kerak. Shuning uchun bunaqa mashqlarni bajarayotganda yozuvga e'tibor berib yurmanglar. Haligi my have da mayda masalan whyda ilmog'i yaxshi bo'lmay qoldi, bu joyda to'cha qo'ya olmay qoldim, tiydi krosini to'g'ri qila olmay qoldim deb o'tirmasdan tez o'zingiz tushunganingizda tez yozib, uje 3 deguncha tayyor holatda turishingiz kerak. 2ni oxirigacha yozib bo'lmasdan 3 gapirib ketyapsa, unda siz uje adashishni boshlaysiz. Bunaqa mashqlarda sirazi 2da nima dedi, gap dedimi, sirazi hali gapni to'liq yozasiz, uje 3 deguncha tayyor bo'lib kutib turishingiz kerak. Bajaramiz. Marhamat, audiosini qo'yaman. 1. I have a small hotel in the city of Galway. 2. My wife has a job in town. 3. We have 3 sons. 4. The boys have a band called Metro 5. 5. My sister has a big house in London. Xo'p, endi bajardik mana. Ikkinchisida nima deyapti? Ikkinchi gapida tekshiramiz mana. My wife has a job in town. 3. We have 3 sons. 4. The boys have a band called Metro 5. 5. My sister has a big house in London. Bo'ldi. Oson edi. Endi 4-inchisi. Write the sentence about your family. Tell the class. O'zingiz oilangiz to'g'risida 3-4 tadan gap tuzib o'qib beringlar sinfdagilarga. Ya'ni sizlarning holatingizda sheriklarga o'qib berasizlar bir-biringlar bilan. We have a house in the center of town. I have 2 sisters. Masalan, men misol tuzadigan bo'lsam, misol tariqasida men hozir bitta oilanikini tuzib beraman.
We have a house in the center of Tashkent. I have 3 sons. My wife is a teacher. Her school is in the center of Tashkent. My children are students. Shu tarzda gaplar tuzinglar, o'zinglar va yozinglar. Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsanglar, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana 2 ta dars o'tganimizdan keyin 4-kunlik o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.